Tushda vodiy ko'rishning ta'birlari. Tushda vodiy ko'rish mashaqqatli safarning cho'zilishiga ishoradir. Tush ko'rgan kishi mol davlatga ega bo'ladi degan ta'birchilar ham bor. Tushda vodiy ko'rish ba'zan yomg'ir yog'ishiga, suvlarning oqishiga, vodiyga tushish yo'ldan ozgan kishilarga diniy hukmlarni tushuntirish uchun safarga chiqishga ishoradir. Tushda vodiyda chuqur qazganini ko'rgan kishining oila a'zosi yoki qarindoshi vafot etadi. Vodiydan chiqqanini ko'rgan kishi uchun orzular ro'yobga chiqqaniga ishoradir. Tushda ekin-tikin qilish imkonsiz vodiyda qolganini ko'rgan kishi hajga boradi. Vodiyda hayrat bilan kezib yurganini ko'rgan kishi shoir bo'ladi. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.